Ilohiy qonunlar. Imtihon borasida ilohiy qonunlar. Dunyodagi eng qimmatbaho tosh olmos bo'lib, unga ishlov berilmasidan avval u arzimas ko'mir bo'lgan. Ammo bu oddiy ko'mir 5 million havo bosimi va 1000 darajadan ziyod issiqlik harorati natijasida dunyodagi eng qimmat toshga aylanadi. Bunday yuqori havo bosimi va issiqlik harorati bo'lmasa, u oddiy ko'mirligicha qolib ketadi. Tilla ham xuddi shunday. Tilladagi chiqindini ketkazib sof oltinni olish uchun juda yuqori darajadagi harorati baland olovda eritish talab etiladi. Olov harorati qancha yuqori bo'lsa, oltin shuncha sof va sifatli bo'ladi. Alloh bandalarini imtihon, sinov qilishi borasida bayon qilgan oyatlar o'rganilsa, Alloh taolo imtihon borasida 4 ta ilohiy qonunlarni joriy qilganini anglash mumkin. Birinchi ilohiy qonun: har bir banda imtihon qilinadi. Umuman, bu dunyo sinov maydoni. Undagi sinovlar biri ortidan to'xtamay ikkinchisi, uchinchisi yetib keladi. Hayot aslida ana shunday bitmas, tuganmas imtihonlar zanjiridir. Zero Alloh taolo biz odamlarni sinovchidirmiz deb marhamat qilgan. Mo'minun surasi 30-oyat. Boshqa oyatda bunday deyiladi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. U shunday zotki, sizlarning qay biringiz yaxshi amal qilishingizni imtihon qilish va sinash uchun o'lim va hayotni yaratdi. Mulk surasi 2-oyat. Alloh taolo bandalarini iymonida sodiqmi yoki yo'qligini imtihon qilish uchun turli sinovlarni jo'natadi. Ankabut surasining 2-oyatida Alloh taolo bunday marhamat qiladi: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Odamlar iymon keltirdik deyishlari bilan sinalmagan hollarida shunday qoldirilamiz deb o'yladilarmi? Alloh taolo bandalarini ochlik, yo'qchilik, farzandsizlik, kasallik bilan sinaydi. Sinovdan o'tganlarga esa ulkan ajrlar bor. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sizlarni biroz xavf, xatar, ochlik azobi bilan, mol u jon va mevalar hosilini kamaytirish yo'li bilan sinagaymiz. Shunday holatlarda sabr qiluvchilarga xushxabar ber. Baqara surasi 155-oyat. Sinovdan ko'zlangan maqsad bandaga zulm qilish emas, aksincha uning darajasini ko'tarishdir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam musulmonga biror horg'inlikmi, bemorlikmi, tashvishmi, qayg'umi, ozormi, g'ammi yetsa, hatto tikan kirsa ham albatta Alloh bular tufayli uning xatolarini o'chiradi deganlar. Imom Buxoriy rivoyat. Alloh yo'lida mashaqqat va qiyinchiliklarni boshidan kechirganlarga qiyomatda ulkan ajrlar beriladi. Hatto ba'zi rivoyatlarda ularga tarozi qo'yilmasdan ajru mukofotlar yomg'irdek yog'diriladi deyilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularni bunday vasf qilganlar: Hatta inna ahlal afiyati la yatamannawna anna ajsadahum quridat bil maqarid min husni thawabillahi lahum. Dunyoda
og'ir sinovlarni boshidan o'tkazmasdan yengil imtihonlar bilan bu dunyoni tark qilgan ofiyat ahli ularga berilgan savobni ko'rib, koshki edi biz ham dunyoda qiyinchiliklarni ko'rganimizda jasadlarimiz Alloh yo'lida temir qaychilar bilan bo'lib tashlanganida edi deb orzu qilib qolishar ekan. Shuning uchun Alloh sinov yuborganda nima gunohim bor edi? Qaysi gunohim uchun menga bunday sinovlaringni yuboryapsan demasdan Allohdan savob umid qilinib sabr etilsa, qiyomatda ulkan maqomlar beriladi. Demak, imtihon va sinov borasidagi birinchi ilohiy qonun bu yer yuzidagi barcha insonlar imtihon qilinadi. Ikkinchi ilohiy qonun biror darajaga erishish uchun imtihondan o'tish kerak. Aksariyat odamlar yengil va osongina boyib ketishni xohlaydi. Qancha mashaqqat va qiyinchiliklar, aziyatlarni boshdan kechirib bir darajaga erishilsa, boshqalar bunday maqomga bir kunda erishishni o'ylaydi. Sinovlar kelsa chidolmaydi. Ko'mirning qimmatbaho olmos toshiga aylanishi uchun katta bosim va kuchli harorat talab etilganidek, biror martaba yoki yutuqqa erishish uchun ham sabr lozim. Aks holda kim imtihonga sabr qilmasa, qora ko'mir bo'lib qolaveradi. Payg'ambarlikning 7-yilida Alloh musulmonlarga sinov yubordi. Ular 3 yil qamalda qolishdi. Makka kofirlari ularga oziq-ovqat, yegulik olib kirish yo'llarini to'sishdi. 3 yil ichida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam va sahobalar og'ir qiyinchiliklarni boshlaridan kechirishdi. Ochlik sababli emizikli onalarda sut qolmadi. Hatto daraxt po'stloqlari, qo'y va mol terilarini qaynatib ichishga ham majbur bo'lishdi. Musulmonlar biror zarar ko'rmasdan hech qanday qiyinchiliksiz g'alabaga erishishlari yoki sevikli payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning qovushlari qonga belanmasdan ham islom dini tarqalishi mumkin edi-ku. Albatta Alloh taolo har narsaga qodir zotdir. Lekin bu sinovlar ularni kelajakda katta mas'uliyatni ko'tarishga tayyorlash edi. Bu imtihonga sabr qildilar va 23 yil ichida qiyomatga qadar insoniyatni to'g'ri yo'lga boshlaydigan dasturni qoldirdilar. Sabr qilganlari uchun o'z davrining madaniyat, boylik, rivojlanishning cho'qqisiga chiqqan 2 katta Fors va Rum imperiyasini taslim qildilar. Alloh taolo bunday marhamat qiladi. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Ular sabr qilishgach, ulardan amrimiz ila hidoyatga boshlaydigan peshvolar chiqardik. Sajda surasi 24-oyat. Demak, Alloh taolo bandani mas'uliyatli maqom va darajaga tayyorlash uchun sinov yuborar va imtihon qilar ekan. 3-ilohiy qonun g'aflatdan uyg'otish, Allohga qaytish uchun Alloh bandasiga imtihon yuboradi. Ba'zan dunyoga nima uchun kelganimizni unutamiz. Bandalik qilib xato qilamiz, gunoh ishga qo'l uramiz. Shunda g'aflatdan uyg'otish, ma'siyatdan hidoyatga qaytarish uchun Alloh o'z fazli bilan musibat jo'natadi. Qanchadan qancha odamlar yaqin kishisi vafot etganidan ta'sirlanib Allohga yuzlangan. Demak, Alloh taolo ba'zi bandalarini to'g'ri yo'lga o'tishlari uchun ham musibat va sinovlar yuborar ekan. Alloh taolo A'rof surasining 168-oyatida bunday marhamat qiladi.
وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ularni zora to'g'ri yo'lga qaytsalar deb yaxshilik, ne'matlar va yomonlik, musibatlar bilan sinab ko'rdik. Boshqa oyatda bunday deyiladi: وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Albatta biz ularning itoatsizlikdan qaytishlari uchun ularga katta azobdan ilgari yaqin azobni, dunyo azobini ham tottirurmiz. Sajda surasi 21-oyat. Demak, sinovning bu turi Allohning bandalariga rahmati hisoblanadi. 4-ilohiy qonun: sinov gohida musibat bilan, gohida esa ne'mat berish ila bo'ladi. Imtihonni musibatlarga bog'lash noto'g'ri. Chunki Alloh taolo gohida ne'mat berib imtihon qiladi. Ba'zan bandani Allohdan, unga itoat qilishdan to'sib turgan narsa bu berilgan ne'matlar hisoblanadi. Qisqa qilib aytganda, mol dunyosi ko'p, moddiy jihatdan o'ziga to'q, imkoniyati keng odam Alloh meni yaxshi ko'radi. Alloh yoqtirgan xislatim borki, Alloh shuncha ne'matni bergan deydi. Aslida bu ne'matlar unga sinov va imtihon uchun berilganini anglab yetmaydi. Agar toat ibodatdan yiroq bandaning hamma ishi yaxshi ketayotgan bo'lsa, uning ahvoli juda ayanchlidir. Alloh Qur'oni Karimda bunday marhamat qiladi: وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. Ularni o'zlari bilmaydigan tomondan asta-sekin olamiz. Ularga muhlat berib qo'yaman, albatta mening hiylam metindir. A'rof surasi 182-183-oyatlar. Asta-sekin olamiz oyati xatosini anglamasligi uchun uni noz-ne'matlarga to'ldirib tashlaymiz degan ma'noni anglatadi. Shu o'rinda qanday boylikni Allohning ne'mati deyish mumkin degan tabiiy savol tug'ilishi mumkin. Buning javobini Allohning kalomidan bilib olamiz. رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ. Ularni tijorat ham, oldi-sotdi ham Allohning zikridan, namozni to'kis ado etishdan va zakot berishdan chalg'ita olmas. Ular qalblar va ko'zlar istirobga tushadigan kundan qo'rqarlar. Nur surasi 37-oyat. Demak, mol dunyo Allohning zikridan, ibodatidan to'smasa, haqiqiy ne'mat bo'lar ekan. Ma'siyatda yashab, sog'lom, boy badavlat bo'lsangiz, menga Allohning balosi kelmayapti-ku deb xotirjam bo'lmang. Alloh tavba qilishingiz uchun muhlat bergan. Agar Allohning azobi kelsa qochib qutula olmaysiz. Vaqt bor ekan tavbaga shoshiling. Alloh yaxshi ko'rgan bandasiga qilgan gunohni bildirish uchun o'sha zahoti unga biror sinov yuboradi. Mo'min banda bundan tezda xulosa chiqarib o'zini o'nglab oladi, qilgan gunohlarga tavba qiladi. Mufassirlar aytadilar: agar banda to'xtamasdan gunohlar qilsa-da, ammo undan Allohning ne'matlari uzilmagan bo'lsa, bu juda xavflidir
Chunki Alloh taolo do'zaxiy bandalarga bu dunyoda qanday muomala qilishini bunday bayon qilgan. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. Kufr keltirganlar ularga muhlat berib qo'yganimizni o'zlari uchun yaxshi deb hisoblamasinlar. Biz ularga faqat gunohlari ko'payishi uchungina muhlat berib qo'yamiz. Ularga xorlovchi azob bordir. Ali Imron surasi 178-oyat. Ba'zan islomga va musulmonlarga zarar yetkazayotgan kimsalar noz-ne'mat ichida yashayotganlarini, qolaversa har gunoh qilganlarida martabalari yanada ortayotganini guvohi bo'lamiz. Kufr keltirganlar esa g'ururga ketib, agar Allohga yoqmaydigan ish qilayotgan bo'lsam, meni shunchaki tashlab qo'ymasdan azoblagan bo'lardi deb o'zlarining to'g'ri yo'lda ekanini isbotlamoqchi bo'ladilar. Yuqoridagi oyat kofir va munofiqlarning shunday fikrlarini keskin rad etadi. Audio kitob Ilohiy qonunlar. Muallif Odilxon qori Yunusxon o'g'li. Mas'ul muharrir Davron Nurmuhammad. Matnni Abdulqayyum Ismoil o'qidi. Audioni Subhan Muslim tayyorladi. Davomi bor.